Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amin, amin, thumma amin. Tününkü dersimizde hemimizge ma'lum muttaqilarning sifatlari ve muttaqilik to'g'risida musobaqalash. Yandan keyin dünya tarihi, insaniyet tarihi, mukezzib, tekzib qilg'uchilarning tarihiga nazar mulohizlarda. Yandan keyin iman ve mu'minlikninki o'zining sohibiga nisbatan ustunlik olib kelganligi to'g'risida oyat bahs qilgan edi. Bugun sura Ali İmran'ning 140 oyatidan boshlab yana davom qilamiz. Allah shunday deydi: Estağfirullah. İyemseskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh ve tilkal ayyamu nudawiluha beynen nas ve liya'lemallahu allazina amanu ve yettehize minkum şuhada vallahu la yuhibbuz zalimin. Ey müminler, eğer sizlarni bir japa mushaqqat musibet tutgan bo'lsa, musibet sizlarga yetgan bo'lsa, Uhud urushida, ayet Uhud urushidan bahs qilmoqda. Qarhun degan jarohatlangan bo'lsanglar, faqat masal qavma qarhun misluh. U yerdagi sizlar qarshi chiqqan el xalqnimi sizlarga o'xshashlam, uning o'xshashi bo'lgan jarohat tutdi. Sizlardan 70 odam shahid bo'lgan bo'lsa, ulardanmi 70 odam o'ldirildi. Va tilkal ayyamu nudawiluha beynen nas. Yani şu kunlar, o kunlarni biz insonlar o'rtasida aylandırıp turmiz. Devlet. Kur'an-ı Kerim'de devlet, nudavil kelimesi kelgen, fiili işletilgen birden bir orun bu. Devlet diyen mi, daim onundan bununla uytuduğun, o koldan bu kolga uytuduğun, o medeniyetten bu medeniyetki uytuduğun, o milletten bu milletki uytuduğun neresi diyen gibi. Şuna Allah Teala bir yerde Uhud uruşuda Müslümanların şikest diyenliki, enin kaygırganlığı, o kaygırganlığını Allah, ey müminler, sizler kaygırıp ketmenglar, sizler qanday japa mushaqqat tatgan bo'lsanglar, sizler uchun tatdinglar. Çünkü ellezine amanu yuqatiluna fi sabilillah. Müminler Allah yolunda kurash qiladi. Vellezine keferu awliya'uhum tağut. Kafirlar ularning velisi bo'lgan tağutlar yolunda kurash qiladi. Ular batıl uchun kurash qilib o'ltirilgan ekan, sizlar haq uchun kurash qilib o'lgan bo'lsangiz nima deb sizlar unchalar qayg'ursizlar? Onun için qayg'urish to'g'ri kelsa, avli qayg'urisi bo'ldi. Undaqda qayg'urmanglar. Alloh taolaning kechini kunduz bilan, haqni nahaq bilan, nahaqni haq bilan, nurni zulmat bilan, zulmatni nur bilan, yaxshini yomon bilan, yomonni yaxshi bilan farqlantiradigan mana bu shunday kunlarni aylantirib turishi, tilkal ayyam madaniyatlarni aylantirib turishi Alloh subhanahu va taolaning qonuniyatidir bu. Onun için yarışarı kecha, kunduz, soğuk, yaz, soğuk, issiq, yaz, qish, yaxshi, yomon, egiz, past, tog', davan, dasht, cho'l mushlardan tarkib topganda. Va hamma sizning o'ylaganingdek %100 bunda bo'lib ketmaydi. Agar sizning o'ylaganingdek standart bir shaklda bo'lgan bo'lsa bu dunyo emas, jannat bo'ladi, jannat. Har narsaning bedeli bor. Qurbonliqsiz heyit bo'lmas, kechsiz tong deydi Allah. Depolab mana qilgan tafsirimizning o'zini sharh yurvatdiki, "Ve liya'lemallahu allazina amanu ve yettehize minkum shuhada." Nimishqallar mana bu shunday madaniyatlarni aylantirish qonuniyatini o'ttirib qo'ydi dunyoga. Yaxshini farqatgini bo'lmaydi, sahvan bo'lmasa degandek desa, Alloh taolo bilgay, sizlarning ichingizdan chiqqan mu'minlarni bilgay va sizlardan haqiqat yo'lida o'zini ulgu qila oladigan, qonlarini, jonlarini bera oladigan, ulgulik rolini o'ynay oladigan shahidlar, ulgularni chiqarsin uchun. Tabii ki bir insonning qanday ekanligini o'rtaga chiqarish uchun bunchalik bir sinaq bo'lish lozim. Sinaqning o'zi, sinaq demak bir qiyinchilik, masalani o'rtaga qo'yish orqali sinaq demak. Bir imtihonda masalan 4-yillikdan 5-yillikka ko'chmoqchi bo'lsangizmi, yo bo'lmasa bir mashina haydaydigan şoförlük kinişkisi almakçı olsanızın pişlerinizden bir tane çıkıdı. Halbuki qandaqmı mümin, iman, enandayken imanға şuhada, insaniyetke, ülge, rehber bolalaydigan bir sınaqdan ötüş için
Onçluk bir ter kızmıgan bolsun dedi Allah. Dep bulap vallahu la yuhibbul zalimin. Allah subhanahu ve taala zalimlarni sevmeydi. Nima uchun Allah taala bu imandan, İslamdan, dünyanın kanuniyetidan, sınaqdan, ülgülükten gap açqandan keyin zalimga ketdi, zalimni sevmeydi dedi dese, haqni nahaq bilan aralashtirib etgan inson zalim bo'ladi. Haqni nahaq bilan aralashtirib etgan inson haqni tushuntirish uchun qon bermaydi, jon bermaydi. Unda sınaqdan o'tmaydi da. Zalim bo'ldi. Unda o'g'al uchun Allah Allahu la yuhibbul zalimin degan oyat bilan tamomladi. Va yana davom qildik Allah va yumahhisallahu allazina amanu va yamhaqal kafirin. Allah taala bunda qilishlik sabab mu'min insonlarni tamhis qilg'ay. Uning mavjudiyatini, borlig'ini vujudga chiqarib, poklig'ay, tozlig'ay, saplashtirg'ay. Oltinni saplashtirish uchun o't kerak. Oltinni poklash uchun üstün derecedeki bir ot lazım. Uçak lazım. Onun için müminni farklısın ki Allah'ın aldığı vagan çağdaki otudan parklanıştın burun dünyada parklansın için Allah subhanahu wa ta'ala mündar kıldı ve yanhaqal kafirin ve kafirinin ızını kurtuş için. Temhik, imhak demek kafirlerin tarihini izini yokutuş için degini kökünü yokutuş için Allah subhanahu wa ta'ala aşında kaldı. Em hasibutum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Ey müminler. Ya kişiler güman kıldınız mı? Şunu güman kıldınız mı ki kirgeysilsili cennetke? Hergiz mi Allah Teala bilip ayrımıgay silahının içinden çıkan inkılapçı, küreşçi, cihatçı, mücahitlerini ve sabır kılgıçlarını bilip ayrımay turup cennet kirdi o dep güman kıldınız mı? Bunda bulmaydı. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Bu ayet bizge şu ayet nesil tutu. Ayetin tefsirleri yukarıda öttü bizge derslerimizde. Silerden ilgirki ötkellerinin o silerge kemmey turup cennet kirmizde güman kıldığını mı? Hatta ki şu dereceye yettik olanın hali. Peygamber ve peygamber ölen billi boğallah mata nasrullah deyişip gitti. Ya Allah bizge Allah'ın nusreti kaçan deyişti. Ama hakikati için turuştu. Allah'ın nusreti kaçan diyen müminlerin nidasına algan Allah derhal olağa cevap verip dedi ki mata nasrullah ala inne nasrallahi qarib. Bilinler ki ey mümin muvahhidler Allah'ın nusreti sizler için yakın. ونادى نوح ربه فقال ربي أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Nuh öz Rabbike dua kıldı. Dedi ki ya Rabbi 950 yıl senin yolunda, tevhidin yolunda küreş kıptı davet kıptı men emdi mağlup oldum. Nim boladı bana bir yardım kıl dep dua kıldı. Allah Teala asman ve zımının ışıklarını açtı dedi. Asmanın ışıkını açtı. Tufan balası arkalık olağanı garip kaldı. Senin Sure Ali İmran'daki mümin ve peygamberlerle boğan müminler Allah'ın nusreti kaçan kirdi degende Allah Teala avaz koçup ala inne nasrallahi qarib dedi. Nuh peygamber ey Allah men mağlup oldum bana yardım kıl dedi. Allah asmanın ışıkını açtı. Onun için senin kalbinde, senin jürkünde yani şu ayetlerdeki peygamberler ve peygamberlerle birlikte boğan müminlerdik. Allah boğan samimi sadakatın, üzerinin imani, tevhid, hürriyetin yolundaki küreşlerin, tirişçallığın bolsa, sen men püttüm de, men tügüdüm de Allah, men yetiştim de sana demekçi. Biz hazır şu alet turuatımız, meta nasrullah davatımız Allah, bizim samimiyetimizni, keminiyetimizni Allah kabul kılıp, ala inne nasrallahi qarib deyiş ki Allah, bizni uçraştırsın, mulakat buluşka muvaffak kılsın. Ayet devam kılmakta. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Allah Teala insaniyet psikikisini bizge tarihten bu yan, tarihinin özgürlüğü, insanların özgürlüğü, zaman ve mekanının özgürlüğü ama insaniyetinin içki dünyasının, psikikisinin özgürlüğünü Allah yana devam kılıp bizge kuturatı değil ki. Elbette cezmen bolduğunu sile, bir uçum insanlar arzu kılsa sile ülemne, şunundan ilgiri ki uçraş kaysa sile ulemge.
Fakat ra'aytumu cezmen uyularını sizli gördünler ve entum tendurun. Halbuki sizli qarab tursizlar. Bir kısım kişiler Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud gazasida istişare qilgandan keyin zodi o'lish kerak ya Rasululloh, chiqmasak bo'lmaydi, biz o'limni kutyapmiz deganlar bo'lgan. Tamannavnal mauta. O'lim maydoniga berishdan burun shuni degan bo'lar, arzu qilgan. Borgandan keyin qochganlar bo'lganda Alloh subhanahu va taolo uni o'ttirib qo'yadi. Uning uchun quruqtingdan baldo chin ovoz chiqqandek, mushundaq bir qism kishilarning vayzada anda qilsak olti, manda qilsak olti. Vaqt kelgancha, biz degan sening oldingga o'tiramiz deydigan bir paqpaqlar bor dunyoda. Qog'oz yo'lboslar. Shunda xususiyatli odamlarning vaqt kelgan chaqda yel qo'yadiganligini dedi Alloh. Mana bu hozirgi dunyoda emas, Payg'ambar alayhisalom bilan birga turgan sahobalardami bo'lgandi bu ish. Shuni dedi Alloh. Siz shunda qilgandinglar, o'limni kurashdan burun, o'limni haqiqatan ko'rdinglar, ko'z oldingizda va antum tanzurun. Ve ma Muhammedun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul. Ve Muhammed hiç neyse emesiydi, fakat bir peygamberler idi. Peygamberler miydi? Cezmen o peygamber Muhammed'in ilgili peygamberler öttü nurgulluğan. Efe imma te'avkutin qalabtum ala aqabikum. Ya ki o Muhammed ölse, ya ki öldürülse, silsilenin aklını dacıp yeni valamsızlar. Ve men yenqalib ala aqibey. Kim ki özünün akısını dacıp yeni valsa, fele yadurullaha şey'a. Allah'a hiç nesine zarar etkizilmeydi. Ve seyezzillahu şakirin. Allah subhanahu ve taala şükür kılgıçlarga mukafat verdi dedi. Ayet ne için müdahale dedigende ezkerlaşlar hemmizge malum ayet Uhud gazı doğrusunda Uhud gazı ceryanındaki Müslümanların bir görünüşünü, pozisyasını bizim kalbi kirallarımızdan aldı da vizyon şekilde koymakta. Ne için gördü Muhammed Aleyhisselam ölüp kesse, o ölgen boz, onun burun peygamberlerini kelgen, ya peygamberlerini ölgen, bu ölse ya ki öldürürse aklına yeni alamızlar ya. Dediğim bir ayet geldi degende, Uhud gazasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkan. Uhud gazasının tarihi qaraydigan bolsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta g'alaba qilgan bolsa, keyin o'qchilarni qo'yib qo'ygan taqdan o'qchilarning boshlig'i bo'lgan Abdullah ibn Jubayrning mutlaq tavsiyasiga xiloflik qilgan holda o'qchilar g'animatni deb chiqib ketganligi uchun oq taraf Xolid ibn Valid Muhammad Aleyhisselatü Vesselamga hujum qilganda bu jarayonda ajoyib musulmonlarning 5 kun kelgan. Hattoki Rasulullohning etrafida 10 kishi qolgan deydi. Ashir Mubashshir, yani cennet kirdirilgen sahabalarının nurgulları kaçkan. Yani Hazreti Ömer bunun birisi. Ben dünyada en yüzü kilemeden hicalet olduğu işimden birisi Uhud gazasında Resulullah'ın taşlap kaçkanlığını diyor Hazreti Ömer. Peygamber Aleyhisselam kaçıylarda Uhud gazasının tarihi qaraydigan bolsak kaçıyıp durup enen nebiyye la kedib en ibn Abdülmuttalib. Men bir peygamber durman ki yalğançı emesmen, men bolsam Abdülmuttalib'nin oğludur men. Ey muhacirlar cemaati, ey ensarlar cemaati, xelisizlar deb to'g'lab ketgan Peygamber Aleyhisselam. Zodi 13 adamdan boshqa kishi qolmagan. Ba'zi ayollar Peygamber Aleyhisselamni qo'g'lagan. Shunga Rasululloh ey Zeynep, har bir peygamberning havoriylar bo'ladi. Mening havoriyim sensen degan yerlar var Rasulullah'ning. Bu jarayonda bir turkum kishilar Peygamber Aleyhisselamning o'lib ketgan xabari tarqalgan. Ölüp ketken xabari tarqalgandan keyin texnik chiqishga boshlagan. Bir turkum kishilar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüp ketdi degandan keyin Rasululloh ölüp ketsa bizga bu hayotning nima keragi deb yavatgan homillarni og'zidan elib tashlab jangga kirib shahid bo'lganlar. Ana shu bilan hazil degan o'xshagan. Bu jarayonda Xolid ibn Valid bostirib kelgandan keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yuzlari dubulga kiyib olgan bo'lganligi uchun Peygamber Aleyhisselamga o'xshaydigan Mus'ab ibn Umeyr isimli sahabe qatl qilinganda uning usqini, yuzi ve başka yerleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselamga o'xshag'achqa. Bu Mus'ab ibn Umeyrni o'ltirgan uning qotili Ibn Qami'a deydigan bir mushrik, men Muhammadni o'ttirdim deganda bu xabar ovozga taqilgandan keyin ondan sahobalar ketishga boshlagan. Ammo yana bir tarafdan ba'zilarining iymoni aynan Peygamber o'lsa mana bu hayotning nima keragi deb yavatgan homillarını tashlash orqali jangga kirib shahid bo'lganlar bo'lgan. Mus'ab ibn Umeyrning ayrim bir tarixi var. Bu to'g'ri to'xtalsak mana aytijik to'xtalamiz. Mus'ab ibn Umeyr deydi ki tarixda Muhammed Aleyhisselam o'ltirildi deganni o'ziga elaka mushriklar endi Muhammed o'ltirdik. Muhammed o'lgandan keyin jangni tugatsak bo'ladi deb sal bo'shamdiki deb o'zining yuzini texmi yo'g'agan to'pig'i bilab tuxunmaslik uchun
Muhammed öldürdük beyaz dep kapırlar hoş olup gelsin, mağrurluk olan can suyusun dep yüzlerini yögü vagan dedi. Kallarını suyku vagan dedi. Ama yanın nurgulları kaçkan. Kaçıp Medine'nin Uhud dağının arlığı 10 kilometre yerlere gitçe. Mağan hatta ki Mekke'nin Medine'nin arlığına kaç bağan insanlar bağan. İnsanın en təsirlendirdiğin bir kısım mevcut bu Uhud gazıda. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın vafat bağan haberini Süheyla deydiğin bir, Sümeyre deydiğin bir ayal Medine'de tunuğu nayep vatkan altıdan anlap kalgan. Bugün Muhammed öldürülüptü degendeyken nayep vatkan yerde kolu xemi. Xemiyedeki, tengildeki xemiyelerini çörüp taşıyıp kollarını jumay xemi jık kolu olan Romalıların çıkışına bakmay Resulullah'ın yeni cübügan 10 kilometre yege. Del bağan çağda onun iri, oğlu, bir kerindişi şehit olgan. Bağan deyinken Eyne Muhammed dep to'lab bağanda üyedeki candaki insanlar yerini gösterken bana yerinin avalı bu dep. Yok men yerimde demekçi emas Muhammed Aleyhisselam neydi? Oğlunu gösterken ben oğlumda demekçi emas Allah'ın peygamber neydi? Kerindişini gösterken deyken kerindişi qarab men bunu demekçi emas. Bularni Allah cennetke apasın şehit oldu Allah yoldu menin hiç qanday bir bunaga nispeten çoğunumның yerimçiligi yok. Muhammed Aleyhisselam kesip olmaydı çünkü o insaniyetin ülgüsü ügütüdüğün, insaniyetki berdiğin nesiller köp edi deylik. Keyin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ını kösetkendik keyin ya Resulallah fidaki abi ve ummi sana cenim ve melim anam dadam fida olsun. Senin barlığını yeter dep enindeyken iri kerindişi ballarının cesetleri karagan dedi. Bu kısını okuğunumda Allah'ın gıcık tesir kıp etkenligim için benim İstanbul'da bir nevram var. Sümeyre dep. Sümeyre degen isimni şunun koygan ben. Allah şu Sümeyre anımızın orunu baskın nisip kılgay. Bu biz davet kılımız bir tarih, vaka kardeşler. Bu bir rivayet emas, ya afsane emas. Bana Allah subhanahu ve teala davet edek ki şu yerdeki bir körünüşünü oturup koyaş arkalık sözlen bizden imanımızını tavlamakta. Ve sen ezdi şakirin biz bu mavzuda bu yolda şükür kılgallanım kanda kılımız, bilimiz. Ve ki ayyin min nebiyyin qatele ma'ahu ribbiyyuna kathirun fema vahanu lima asabahum fi sabilillahi ve ma da'ufu ve ma istekanu vallahu yuhibbu sabirin. Nurgun peygamberlerden o peygamberler bilen Rabbani ulemalar Allah yolunda can kıldı. Ribbiyyuna digini Rabbani ulemalar, Rabbani insanlar dedim. Rabb Teala ve Tekaddes için yüzünü pida kılgan, yüzünü ata kılgan, yüzünü atağı Allah. Bula şu peygamberler bilen birlikte turup Allah yolunda can kıldı. Allah bu tarih arkalık yani bizim terbiyeladıdır. Sahabaların terbiyeligen. Yani bizim terbiyeladıdır. Fema ve hanu olar Allah yolda kelgen musibetlerge nispeten musibetle olarını suslaştırmagan idi. Fema ve hanu lima asabahum fi sebillah. Allah'ın yolda kelgen olar yetken musibetler için olar bir suslaşıp kalmagan. Ve ma da'ufu ruhsızlaşmagan. Ve mestekanu boşaşmagan idi. Muşunda Allah'ın boğan, o peygamberlerle can kılgan adamlar boğan digini sıllam emas o. Bundan burun bunda boğan. Her hakikatin bir bedeli var. Hakikatler onun bedel türleşilen turdu. Bedelsiz hakikat kaymakam turamaydı. Depolap Allah dedi ki Vallahu yuhibbu sabirin. Allah hakikat yolunda çıdıgıçlarını yaxşı gördü, süydü. Ve ma kana kavlahum illa en qalu rabbana ighfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya ve husna thawabil ahireh. Vallahu yuhibbul muhsinin. Onların sözleri şundan ibaret idi. Onlar dedi ki ey Rabbimiz nim buludu bizning günahimizni mağfiret kılsla. Ve israfana bizning bazı oңçuluk etken, solçuluk etken yerlerimiz bolsa, ısraplarımızны, ısrap dep boğuçu buğday bilen kümeç yadımız kelmesin. Israp degenin her narsada ısrap var. Ömürde ısrap var, vakit ısrap var, rızıklarının hamısı ısrap var. Şunda nesillerimizni qanday qilgan? Keçirgin bizning işlerimizde. Ve thabbit aqdamana bizning qadamlarimizni haqqilda mustahkam qilgan kafir qavmiga nisbatan bizga nusrat ato qilgan deydi bola. Şu yolda cho'ng turdi. Ey mu'minlar, sizlarga shunda bo'lishing lozim demoqchi vaqt kelgan chaqda. Fatahumullohu thawabad dunya. Unda ekan Alloh subhanahu va taolo ularga dunyoning savobini berdi va oxiratning savobinin en güzelini verdi. Savabet dünya ve savabul ahiret demesin ve husne tavabil ahiret degini ahiret dünyasındaki savabının dünyanın savabı okşamayda kaldık. O mutlak güzellik ikenlik. Güzel ikenligini Allah uqturmakta. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu ve teala muhsinlerini
yaxshi ko'rdi. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ey mu'minlar, agar sizlar kafir bo'lganlardan bir qism kishilarga itoat qilsanglar, ular sizlarni rost degandek aqlingizga olib ketadi. O vaqt siz ziyon tortishlardan bo'lasizlar. Balillahu mavlakum va huwa khayrun nasirin. Unda qolmaslik lozim, bal. Unda emas. Allah sizlarning mavlayingizdir. O Allah nusrat ato qilishning eng yaxshisi. Allah balillahu mavlakum va huwa khayrun nasirin deyishi, siz kafirlarning kuchiga, texnikasiga, qo'lligiga, ko'pligiga qarab aqlingizga dajmanglar. Allah mavlayinglar bo'lgan ekan, uninga tavakkul qilinglar. Nusrat ko'plikdan, quvvatdan, onundan, bunundan emas, Allohdan ekanligini unutmanglar. Tabiiy tayyorlik qilinglar, duo bilan tushmanglar. Ammo markazingizda g'alaba va nusratning Alloh tarafidan bo'lganligi bir mu'min bo'lish sifatingdan markaziy aparatingizda mingangizda shu bo'lgan bo'lsin dedi. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan va ma'wahumun nar va bi'sa masfal zalimin. Albat biz pat fursat kafirlarning qalbiga qo'rqinchini salamiz. Nimishqa? Ular hujjati bo'lmagan, ularga hujjat nozil bo'lmagan narsa bilan narsani Allohga shirk qilganlik sababli. Ya'ni demak cho'g'ini Allah qo'llanmagan, Allah shirk keltirgan mushriklarning qalbiga bir qo'rqinch selish orqali sizlarga qanday qilamiz, yordam qilamiz. Va va xayrun nasirinning sharisi bu. Alloh qanday yordam berdi desa, sizlarning dushmanlaringiz bo'lgan mushriklarning qalblariga ru'b, qo'rqinchni selish. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi bor. Men mening dushmanlarimga nisbatan bir oylik yo'ldan qalblarga qo'rqinch, hayvat selish bilan nusirtu bir ru'b fi masirati shahrin. Yordam, nusrat ato qilindim dedi. Bir aylık yolda mening ismimni anglagan insonlarning qalbiga qo'rqinch selishidan nusrat berildim. Bu bir nusratning bir qismi, Alloh taolaning da'vati. Ammo ma'al-asab bugun shuna Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketgan chaqda ba'zi rivoyatlarda dinsizlar, murtadlar shunday degan dedi. Muhammadun qadmata va tarakal banata dedi. Muhammad o'lib ketdi, qizlarni qo'yib ketdi dedi. Bugun musulmonlarning hayasidan bir aylık insonlar qo'rqash vaqti olsun, bir aylık dinsiz müşriklerden Müslümanlar qo'rqadigan adet. Tamamen ta'tirsi. Nima uchun? O'zimizning iymonini, islomini loyiqida fidokorlik qilib qo'yganligimiz uchun. Setish va setilishga davomli hozir bo'lganligimiz uchun. Kerak bo'lsa iymonimizni, islomimizni, Qur'onimizni sotganligimiz uchun. Setib buni bozorga chiqib setish kerak emas. Qolgani realligimiz turibdi. Bugungi kunda ba'zi bir toifalarni ko'ryapmizki, o'zining musulmon bo'lib qolganligini, o'zining dindor bo'lib qolganligini xeyli yaxshi namoz o'qib turadigan, 5 vaqt namoz, ro'za ramazonlik odamlarni ko'ramiz. Shunidan numus qildigan hozir. Vatan millat mustaqillik deb bir moda va nurg'unlar tushunmaydi uni. Buning uchun din iymonni setiqlik. Har narsaning ustida din turdi, iymon turdi. Bizdan ketadigan shu. Tilimiz mi ketmaydi, millatimiz mi ketmaydi, her narsamiz bizdan ketmaydi. Tabiiyki muqaddas narsalar u, qo'g'dishimiz lozim. Ammo biz bilan ketadigan bir narsa bor, u bo'lsin iymon. İman bilan ketimiz. Biz o'lgandan keyin palani xonimligimiz mi qoldi, pistani xonimligimiz, pistani oxirligimiz mi qoldi? Pistani millat, pistaning palani o'g'li bu qoldi hammasi. Tilimiz mi qoldi? Uyg'urmi, arabmi, o'mi bu hammasi qoldi. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum va aydihim va arjuluhum bima kanu ya'malun. Vaqt bizga til ketmaydi. Tilimiz bir go'sh, uni so'zlayotgan Alloh qo'limizni, putimizni, har narsamizni so'zlaydi. Ammo nima ketadi biz bilan billah? Iymon, islomimiz ketadi. Biz imanımız için her narsamizni kurban qilishimiz lazım. Ama imanimizni boshqa narsamiz için kurban qilishga bo'lmaydi. Wa laqad sadaqakumullohu wa'dahu ittahussunhum va ma'wahumun nar va bi'sa maswal zalimin. O müşriklarning joyi cehennem, cehennem zalimlarning eng yomon yeridir. Wa laqad sadaqakumullohu wa'dahu ittahussunhum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga bergan va'dasini ishga oshirdi. Va'dasi to'di degani va'dasini ishga oshirdi. Avval g'alaba qildinglar aynan. O'tqazdininki tarixida aytadi. Istahussunhum bi'idni. Bir vaqtdiki sizlar Allah subhanahu wa ta'alaning yordami bilan dushmanlaringizni üstüden galiba qilib qirib tashlasizlar. Hatta idza fashiltum. Lekin sizlar Alloh sizlarga arzu qilgan zafarni bergandan keyin aqlingizga yandinglar, ishni talashlar chiqildinglar. Va tanaza'tum fil amr. Hatta idza fashiltum va tanaza'tum fil amri
Ve asaytum ve asilik kıldınlar. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Bir nersidin kiyinki körsetdi Allah Taala sizlarga. Nimitu ma tuhibbun. Sizlar suydigan narsa. Nimitu suydigan narsa g'alba. O'tqasida sizlarga Alloh subhanahu va taolo sizlar yaxshi ko'radigan g'alba nusratni ato qilgandan keyin, eningdan keyin sizlar eningdan keyin Taşçılar guruhidan ibaret bir kısım demekçi Allah. Talaşlar çıkıldыңlar. Abdullah ibn Cübeyr'den ibaret boğan emiriniz sizlarga tavsiye kılsa, unumay asilik kıldыңlar. Eningdan keyin sizlarga mag'lubiyat yuzlandi. Fashiltum degani bo'shanlik qilish, tanazatum degani talash tartish qilish. Ash tog'ning ustida Abdullah ibn Cübeyr bilan uning qo'lasidagi sahobalar tarafida bo'lgan tushmaylar, desi tushinglar deb bo'lgan o'tirsida talash tartishni Alloh subhanahu va taolo va'da etdi. Asilik qildinglar deydi. Minkum sizlarning ichingizdan mayuridu dunya. Dunyoni xohlaydiganlar bo'lgan edi. Va minkum mayuridu al-axira. Sizlarning ichingizdan ashada qirilib shaytolab ketgan Abdullah ibn Cübeyr boshlig'idagi 10 kishi bor. Mustahkam turgan oxiratni xohlaydiganlar ham bor edi. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu zu fadlin alal mu'minin. Andan Allah subhanahu wa taala sizlarni sinash uchun mag'lubiyatga yuzlantirdi. Sarafakum va laqad afa ankum. Allah subhanahu wa taala sizlardan afv qildi. Bo'ldi, bo'g'liq bo'ldi. Bu bir ta'lim tarbiya edi. Sinoq edi. Allah subhanahu wa taolaning dunyoga o'rlashtirgan qonuni edi. Sizning qo'mondoniniz Muhammad payg'ambar bo'lsinmi? Ening vaziri Abu Bakr Siddiq Umar bo'lsinmi? Dunyoda Allah taolo yer sharida o'rlashtirgan bir qonuniyat va u bo'lsinmi qanday qilish? Allohning rasuliga itoat qilish, jang maydonlarida sabab qilish bilan birga itoat qilish. Emirlarning qo'mondonlarining so'ziga itoat qilish bu muhim. Agar u bijirilmagan taqdirda qo'mondoni Muhammad, vazirlar Abu Bakr, Umar, Osman bo'lgan taqdirda bu mag'lubiyat keladi degandan iborat bir haqiqatni bildirish edi bu. Vallohu zu fadlin alal mu'minin. Allah mu'minlarga nisbatan buyuk fazl marhamat egasidir. Ittus'uduna wa la taluna ala ahadin var rasul yad'ukum fi ukhrakum فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ey Muhammed, ey müminler, bir vaktin eslanı ki kaç silsile tus'iduna ve la teluna ala ahad. Hiçbir insan karmasının kaç sile. Ve Resulü yed'ukum. Valbuk peygamber silahını çakrat. Ey müminler guruhi, ey ensarlar guruhi, ey muhacirlar guruhi. Kayni silah deb to'laydi. Sizlarning bir tarafingizdan tutup Rasulullah sizlarni chaqirdi. Fa atabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu. Sizlar bos qachatdinglar hech ham qaramay. Allah sizlarga g'amning ustiga g'am berdi. Fa atabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum. G'amning ustiga g'am berish orqali qanday qildi? Jazoladi. Nima uchun shunday qildi? Likay la tahzanu ala ma fatakum va la ma asabakum vallohu xabirun bima ta'malun. Sizlarga paytolab ketgan narsaga g'am qilmasliginiz uchun ve sizlarga kelgan musibatmi to'g'ri keldi deb shuni bilishing uchun. Vallohu xabirun bima ta'malun. Halbuki Alloh subhanahu va taolo sizlarning amallaringizdan hammasidan xabardor edi. Fummanzala alaykum min ba'dil gham. Alloh taolo yana ashar bo'layotgan shu ko'rinishlarni bizga ta'lim tarbiya maqsadida, bizni tavlash, tarbiyalash maqsadida davom qilmoqda. Fummanzala alaykum min ba'dil gham amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Andekin Allah subhanahu wa taala sizlarga bu g'am andishi balo musibatlardan keyin bir mugini uyquni berdi. Xotirjamlik tuyg'usi nuas degan muga. Namozda uxlab qolish mazmundir islomda. Ammo jang maydonlarida mugilashishning o'zi mamduhdir. Bu Allah subhanahu wa taala tarafidan berilgan bir bishorat deyiladi. Shunga nurg'un jihatlarda bizda qarindoshlarning so'zlab berishicha Abdullah Izamning kitoblarida mavjud. Bo'libmi Ayatul Rahman fi Jihadil Afg'on degan bir kitоб bor, kichik bir risola. Shuningda nurg'un jang maydonlarida dushman taraf, rus taraf bostirib kelgandan keyin ashadiki mujohidlarniki mugis uxlab qolganligi bir jilg'iladi. Aynan lekin ular uni ko'may ketganligi. Mushunga o'xshash rivoyatlar mavjud. Oyat shunga ishorat qilmoqda. Yaxshi toifatan umuga sizlarning ichingizdan bir toifani basıdı. Ve taifeten ve bir taifi bolsa kad ahammetuhum. Halbuki ularning g'emi özlerinin nefsini qanday qilib qutqizish bo'lgan. Anfusuhum. Ularning canlari bo'lgan edi. Halbuki ular Allohga haq bo'lmagan gumonlarni qiladi. Yaman gumonlarni qiladi. Vannal jahiliye, jahiliyatning gumoni.
Muşunda bir iki tayip boğa. Onun için can meydanının sınıkı ayrım bir sınak kardeşler. Dep koyuş başka, şu yernin ameliyatını körüş başka. Ölüm başka vaktimizde del şu vakta hakiki iman Allah müstahkem kılsın, sabit kıdem kılsın. İman şundakça sınıldıgan gibi. Ama kalbide kesel ve insanlar çoğu Allah saklasın, Allah'a boğan yaman gumal, kani bu vade, kani bu nusret, o bu diyen qoşgan, Allah'a boğan cahiliyet gumallarını kılgan işler buluş mümkün. Bu sahabildim boğan meni. Allah Teala Davud iş kısmını bölüp. Bir taifini Allah Teala müge arkalık, ulanı kanda kıldı hatırcamlık vade kalbi hatırcamlık. Yan bir taife Allah'a boğan zennel cahiliye yaman gumallarını kılışarak özlerinin nefsi olan kalgan dedi. Yakuluna hellena minel emri min şey. Ular dedi ki, nim boldu bizge bu işte, nimiş bu? Dep bu işler değişti. Kul, innel emre kulluhu lillah. Deyin ki ulağa, işlerinin hemisi onun Allah için. Dep ulağa şunlar deyin. Yuhfuna fi anfusihim ma la yubdunelek. Ular özlerinin içki dünyasındaki nesini aşkarı kılmaslıkta ne halaydı? Yani aşkarı kılmaydı degeni mahfi tutudu. Mahfi tutudular ular özlerinin içinde anda bir nersini ki ular aşkarı kılmaydı sana. Tek uların içinde mahfi tutkan neslerin ba aşkarı kılmaydı turup deydi. İçindekini demeydi sana. Yakuluna law kana lana min al-amri şey'un ma qutilna hahuna. Ularning içinden tek munda deydi Allah'ım ba. Eğer boğan bolsa içten bir narsa boğan bolsa bizge ma qutilna hahuna bu yerda biz öldürülmeydik dep manda geplarni qildi Allah'ım ba dedi kalbi kese. Endi bu yuqorida bir narsa degandim yodingizda bolsa makan zamanla o'zgardi, insonlarning psixikasi o'zgarmaydi. Bugun yo'qmi? Bir ishda mangandan keyin foyda chiqsa deb ziyon chiqqandan keyin andan keyin anda qilmagan bo'lsang manda bo'ladi, manda qilmagan bo'lsang anda bo'ladi deb gap qildi Allah. Shundaq insonlarning tabiatining sog'lom emas ekanligini, past tabiatli bir insonlar ekanligini, xaraktersiz insonlar ekanligini Allah taolo bizga da'tidi. Bir ishga mangdingiz, mangandan keyin foydasimi bo'ldi, ziyonim bo'ladi. G'alaba qilish bo'ladi, mag'lubiyat bo'ladi. Bu nima uchun bo'ladi deb Allohga yomon gumon qilmay, o'zingizning iymoniy va imonning ustiga qurilgan shu menvatqa yo'lingizning ustidagi amaliy tayyorlig'ingiz, sabab qonuniyatiga rioya qilganligingiz, qilmaganligingiz bularni tekshirishingiz kerak deydi. Shunda deydi Alloh mavjud. Qul ularga deganki, unday insonlarga, meydansiz, xaraktersiz insonlarga deganki, law kuntum fi buyutikum, agar sizlar uyangning ichida bo'lgan bo'lsanglarmi, la barazallazina kutiba alayhimul qattu ila madaji'ihim. Albatta sizlar ularga nisbatan bir o'ltirilish, qatl degan maqtul, o'ltirilishning o'zi farz qilinib ketgan bo'lsa, sizlarning uyingizda bo'lgan bo'lsanglarmi, sizni o'lim topgan bo'ladi, o'ltiriladinglar deb bularga bunda javob bergan deydi. Qul law kuntum fi buyutikum. Deginki agar bo'lsanglarmi sizlarning uyingizda bo'lsanglarmi, albatta oshkor bo'ldi. Bir narsaki yezildi sizlarga. Yezildi. Nima tu yezilgan narsa? Qatl, o'lim. Agar ularga nisbatan o'lim yezilgan bo'lsa, sizlarning uyingizda bo'lgan bo'lsa-mi, o'lim sizlarni ila madajihim ular yeniyatqa yerlarda ko'pillarning ustida topdi deb mana bunda javob bergan dedi. Valiyabtaliyallohu ma fi sudurikum valiyumahhisa ma fi qulubikum. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bunda qildi? Ehtiyojim var bunga desa, yo'q. Alloh taolo sizlarning ko'ksingizning narsalarni sinab o'tirg'ach chiqish uchun va sizlarning qalbingizni texmi mustahkam qilish uchun, tamhiz, pokizlash uchun shunday qildi. Vallohu alimun bi zati sudur. Alloh subhanahu va taolo albatta ko'kslardagi narsalarning hammasini mutlaq bilguchi zotdir. İnnellezîne tevellav minkum yevmel tekal cem'an innema istezellahumu'ş-şeytanu bi ba'di ma kasabu ve laqad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Hakikaten bir insanlar ki sizlarning içinizden mana bu iltekal cem'an iki guruh uchrashgan kunda yüzü örüp qaçqanlar meselesi kelsek innema istezellahumu'ş-şeytanu bi ba'di ma kasabu. Fakat ve fakat şeytan ularni qanday qildi? Tiyildi yo'lidan. Nimişqa bi ba'di ma kasabu bir narsalarning sabbulanki kasabu kasb qildilar ular. Qarindoshlar, bir insonning haqiqat maydonlarida turanmasligining sababi gunoh tufaylidan ekanligini Alloh taolo bayon qiladi. Haqiqat maydonida ching turanmasligining sabab bo'lgan narsa sening o'tmishdan qilgan bir gunohlaring deydi. U bir yuchuq, shaytonning kirdigan yuchuqi. Shu yuchuqdan shayton kirib, undan keyin seni ta'tirsiga qichig'lig'il turdi. Undan keyin senin şu hataların, senin hakiki iman meydanlarında, hakikat meydanlarında müstahkem turanmaslarını şu sebep oldu. Öyle. Bir ba'di ma kasabu demiş. Şunu bazı
Cahiliyet devrideki insanlar iman etgandan keyin Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi var. Sizlerning cahiliyet zamanında en yamanlar İslam'a kirgandan keyin en yaxshig'ini oldu o deglik. Bazı insanlar o'zining fitratini saqlab, o'zi mushrik kafir olsunmu, o'z vaqtidagi Arabning örf odatlariga zulm istibdoga qarshi qiz bolalarni qutuldirib qolganlar ekan. Ba'zilari 20-30 qiz bolaning o'limiga to'salg'ilik qilgan masalan, qutqizib qolgan puli bilan. Arablar o'zlarining qizlarini tirik ko'matdi emasmi? Peygamber Aleyhisselam'a iman etgandan keyin shu gaplarni deb bergan ba'zilari. Ya Rasululloh, men 20 tal qiz bolaning o'ltirilishning oldini olgan, ya Rasululloh, men 50 talning desa, Peygamber Aleyhisselam'ın bir so'zi bor. Sening İslam'a kelishingning sababi aslamta bima aslafta. Sen Allah Teala'ga İslam keltirdin, bir narsaning sababi bilanki sen ilgari qilding. Yani ilgari qilgan aş naslalaring, aş yaxshiliklaring sening İslam'a kelishingga sabab bo'ldi degan Rasululloh. Shuningdek, bir insonning haqiqiy mustahkam haqiqat maydonlarida turolmasligining o'zimi oldida qilib qo'ygan bir xatolik tufaylidan turolmaydi. Oyat shuning ishorat qildi. Va laqad afallohu anhum. Alloh taolo yana deyaptiki, Alloh sizlardan ulardan afv qildi. Innalloha g'afurun halim. Alloh subhanahu va taolo mutlaq mag'firat qilg'uchidir. Mutlaq insonlarni, bandalarni, gunohkorlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Halim. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.